Oshga kelmadimi? Erkak emas. O, o'zingga qarab gapir. Do'stimiz haqida gapiryapsan. U mensimay qo'ygan bizni. Mana mashina ham olib oldi. Mensimaganida mana oshga ham kelmayapti. Ha, pismiq. Mashina olsan, qulluq bo'lsin. Ha, bu mashina oldim deb indamaysan, eng yaqin do'stingman. Choyxonalarga ham bormay qo'yding. Yorosdan ham bizni mensimay qo'ydingmi? Do'stim, mashina ishxonaniki. Men shopir bo'lib ishlayapman. Uyga ham zo'rg'a yetib kelyapman. O, miyasi qurtlagan. Ha, ishdan charchab hozir uyga kelibdi. Ha, mashina ham o'ziniki emas ekan-ku. U har baloni bahona qilaveradi. U bizdan voz kechgan. O, ishdan charchab keldim deb eshakda ishlayapsan-ku. Shuningga choyxonaga borsang bo'lmaydimi? Yo, rostdan ham bizdan voz kechdingmi? Baraka topkur, qurilish boshlab qo'yganman. Pulni yetkazib bo'lmayapti. Ko'zing ko'lamay yurgur. Hop, ishdan kelib u bechora uyda yana ishlayapti. Ha, qurilish boshlab qo'yibdi. Kamga puli ham yo'q ekan. Ha, sen baribir u kelgan bilan unga pul to'lamaysan-ku. Bo'lmagan gap. U xotinni chizgan chizig'idan chiqmaydi. Xotin quli, xotin quli. Bil, bu kuyindan o'lgani yaxshi edi. O'zi bolalar to'g'ri ekansan, xotin quli deb. Sen noto'g'ri tushunyapsan, xotinim homilador. Kelin. Assalomu alaykum, malaka, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Juda bir og'zi chala bo'lasan-da. Ha, xotini og'rayaq ekan-ku. Bo'ldi qil. G'iybat qilmasam tura olmayman. Boshim og'ritib yording. Bo'pti. Siz ham oshlarga kelmaysizmi? Kelmasangiz mana shunaqa do'stlaringizga mavzu topiladi. Birodar, o'sha kelib turavering.